Assalomu alaykum qadrli muxlis, kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna va like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Qani bo'lmasam biz boshladik. Shomurodov va Marko Asensio e'tiborini tortdi. Turkiya futbolini yorib kelayotgan nufuzli manbalardan biri. Haberlar.com sayti ekspertlari Superliganing yangi mavsumida o'zini ko'rsatayotgan yangi o'yinchilar haqida ma'lumot chiqardi. O'tgan yozda Turkiya chempionatiga Yevropaning kuchli ligalarida porlagan bir necha yulduzlar qo'shildi. Ular turk jamoalaridagi debyut mavsumidayoq yuqori samaradorlik qayd etayotgani bilan muxlis mutaxassislar nazariga tushdi. Sport.uz portali Superligada mavsum boshida jamoalarga qo'shilgan futbolchilarning o'yinlari tahlil natijasida kelib chiqqan xulosalarni o'quvchilar e'tiboriga havola qildi. O'zbekiston milliy terma jamoasi sardori va eng zo'r to'purari Eldor Shomurodovning Romani tark etib Istanbul Başakşehirga ko'chib o'tgani ham favqulodda omadli transfer bo'lib chiqdi. Turk klubi 30 yoshli hujumchini keyinchalik sotib olish huquqi bilan bir mavsum uchun 3 million yevro to'lab ijaraga shartnomasini shakllantirgan edi. Eldorning samarali o'yini tufayli Başakşehir transfer masalasini hal qilish yozga qoldirmadi. Yanvarda bu klub qolgan 2,7 million yevroni to'lab transferni to'liq yopdi. Eldor Shomurodov esa Turkiya chempionatining eng samarali o'yinchilaridan biri hisoblanadi. Superliganing 23 ta uchrashuvida 16 ta gol urib, 4 ta assist qayd etgan legionerimiz gol plus pas tizimi bo'yicha eng ko'p 19 ball to'plagan futbolchi hisoblanadi. Yulduzli onlarni Realdan o'tkazgan mashhur hujumkor futbolchi Marko Asensio ham Turkiyadagi debyut mavsumida o'z samaradorligi bilan muxlis mutaxassislar e'tiborini qozondi. Realdan keyin Aston Villa, Paris Saint-Germain va faoliyat yuritgan ispaniyalik charm to'p ustasi o'tgan yozda Fenerbahçe safida qo'shildi. Istanbulliklar bu o'yin transferi uchun Paris Superligasiga 7,5 million yevro to'ladi. Katta tajriba egasi bo'lgan Marko Turk ligasiga tez moslashdi va dastlabki 19 ta uchrashuvda 11 ta gol va 8 ta golli uzatma muallifi bo'ldi. Yuqorida nomi va statistikasi keltirilgan 3 nafar asosiy yulduzlar chempionatning haqiqiy kashfiyoti bo'ldi. Biroq ulardan tashqari ham o'z mukofotini namoyish qilayotgan liga debyutantlari bor. Xususan 24 yoshli albaniyalik hujumchi Ernest Muçi Turkiyada o'ziga mos jamoa topayotganini ko'rsatdi. Aslida 2024-yilning yozida Polshaning Liga klubidan Beshiktoshga o'tgan futbolchi kutilgan natijalarga erisha olmagan edi. Joriy mavsum boshida u Trabzonsporga ijaraga o'tdi va 20 ta uchrashuvda 10 ta gol va 3 ta assist namoyish qildi. Bu borada bizning O'zbekiston terma jamoasi Eldor Shomurodov ham ortda qolayotgani yo'q. To'purarlar ro'yxatida oldinda bormoqda va Eldor Shomurodovga qiziqayotgan Yevropaning top klublari ham bor. Bulardan Real Madrid, Roma, yana boshqa Juventus kabi futbol klublari bor. Bulardan hali bir aniq javob kelmayapti. Bizni kuzatishda davom eting va kanalimizga obuna bo'ling.